Muhayyo opa, siz 38 yillik tajribaga ega oliy toifali tibbiyot fanlari doktorisiz. O'tgan safargi videomizda gepatit B ni butunlay davolash mumkin degan edingiz. Kommentariyada yozishibdi, bo'lmagan gap, gepatit B ni davolab bo'lmaydi deb yozishibdi. Shunga javob bersiz. Haqiqatan ham gepatit B ni butunlay davolash mumkinmi? Albatta. Gepatit B ni albatta davolash mumkin. 38 yil tajribada shaxsan o'zimda gepatit B bo'lgan. Gepatit B hozir menda yo'q. 85-yil tug'ganman. Mana 85-yildan keyin u paytlarda unaqa tekshiruvlar yo'q edi, lekin keyinchalik bilganman o'zimda B borligini. Nima uchun infeksionistdan bo'lganman. Men ko'proq shu fanga, shu mutaxassislikka qiziqqanman, lekin hozir mana menda yo'q u gepatit B. Shu 38 yil ichida nechta odamlarni ko'ryapmiz, gepatit B tuzalyapti. Qachon tuzaladi? O'ziga e'tibor berib, o'z vaqtida dorisini ichib turgan bo'lsa, parhezini qilib turgan bo'lsa, sog'lom turmush tarzini qilib turgan bo'lsa, unda tuzalish mumkin. Endi yana bitta narsa, o'zingiz o'ylang, gepatit B tuzalmaydi deb, bo'ldi, menga hukm o'qildi, endi faqat buyog'ini kutaman deb yashash hech narsaga to'g'ri kelmaydi. Harakat qilinsa, albatta tuzaladi. Bu uchun biza D virusini qo'shmasligimiz kerak. Kimda B bo'lsa, D virusi yuqishi mumkin. O'shuning uchun eng kerakligi o'zingizlarning sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmanglar.